Şimdi şöyle bir yere geldim. Yemin ederim günün ilk yemeğini söyleyeceğim. Ve Andijan, Fergana, Namangan'da şu an saat Namangan'a geldim akşam. Şaşlık falan söyledim. 1 litre kola. Yemin ediyorum hiçbir şey yemedim bak bugün doğru düzgün. Su, 4 tane şaşlık. Bu salatalarda zaten şey, bir de Özbek ekmeği geliyor şu şekil. Gördünüz mü? Özbek ekmeği bu şekil. Türkiye fiyatını söylesem gülmekten ölürsünüz. 300 TL. Hepsi 300 TL. Buranın tamamı arkadaşlar 300 TL. Ve şöyle bir şaşlık düşün. Hepsi tamamı. 4 tane. Ve fiyat 300 TL. Yani 10 dolar bile değil, 8 dolara falan geliyor. Hepsi. Уже mana Xitoyliklar kelishdi. Уже mamlakat yo'llar bir tiyin deyishyapti Xitoyliklar. O'zbekistonga qoyil deyishyapti. Mana bunaqa samadiylik yo'llarni cho'tki qilib ishlabsizlar. Bu bizilmaydi deyapti. Umringlarni oxirigacha yetadi deyapti. Bizni hijolatmiz deb qo'lni ko'taryapti. Bittasi zakot olib kelib berdi. 500 dollardan 20 ta bemorga tarqatib beringlar dedi va borib turib o'shani tarqatib berganimizdan keyin oxirgi xonaga kirib bitta bemorga berish esimizdan chiqib ketgan ekan. U qolib ketgan meni sumkamda. Uyga kelganimdan keyin qo'ng'iroq qilyapti o'sha kasal, opa sizlar zakot tarqatuvdilarmi? Ha, hammaga beribsizlar, menga bermadilar dedi. Keyin yo'q, sizga berdik desam, yo'q opa bermadi. Bilasizmi, tok urgandek bo'ldimda, sumkamni ochsam kitobda orasida turibdi. Voy dedim, qizingiz kasal, og'ir edida qizi. Og'irligiga gap bilan bo'lib chiqib hozir olib borib beraman dedimda, bilasizmi, hali yechinib ulgurganim, bir piyola choy ichganim yo'qdi. Zakotni olib yugurib borsam, bilasizmi nima deyapti? Nimadan bilib qopti? Ketganimizdan keyin bosh hamshira boshchiligida kirishganda hozir zakot olib kelishuvdi. O'shani 500 dollardan 250 dollarni отделениyaga yig'ib olyapmiz degan. Bersanam degan. Bermasa u nima degan? Voy, menga berishgani yo'q. Meni kirib qizim bilan ko'rishdi, ahvolini o'zaro gaplashdik. Surxondaryolik Zilola degan qizcha edi, o'tib qoldi rahmatli. O'shani xonasida bo'lgan ish. Matraslar tagigacha og'darib, hali kasal yotgan bemor bolani taglarigacha qaragan. Bunga tashab ketishgani, bu bermagandi. Bilasizmi? Отделениyaga nima kerak bo'lsa o'tgan yili lampalarini ham olib berdik, lekin bolaga berilgani bu bolaniki-ku. Masalan, u kasallarni o'ziga dori-darmon uchun deb kimdir bizga ishonib zakotini birga olib borib bersak-ku, sizlar o'sha zakotga ham sherik bo'ladigan bo'lsa, o'lganlaring yaxshi emasmi bundan ko'ra? Mahallenin bir fırını herhalde. Şöyle göstereyim sizlere. Selamun aleyküm. Marhamat. Eyvallah. Şeyle mi yap? Toprak mı bu? Ha. Aa. Endi qadimcha babam ishlatgan joy. Babanız işletiyordu. Ha. Kaç yıllık burası? Ha? Burası Bu kaç? Endi 3-chi avlodman. 3-chi. Babamdan keyin otam, otamdan keyin men. Dedesinin dedesinden kalmış, sonra dedesine kalmış, sonra babasına Xuddi kalmış, shunday. sonra kendisini 6 asır. Ha. Tandirda mana nonni rostlab, bunaqa nonlar chiqaramiz. Adınız kim? Fayoz. Benim de Fuat. Arkadaşlar sizlere böyle nondan bahsedeyim. Evet. Bu non ekmek diyorlar ona dediğim gibi. Şöyle ortası damgalı görüyor musunuz? Hı. Bu şeyden basıyorlar. Böyle şekilli, süslemeli bir ekmekleri var. Siz bunun. mehmonsiz. Ya mehvansınız diyor. Çok teşekkür ederim. Çok Alayım teşekkür bana. ederim rahmet. Mehvan Kürtçe'de misafir demek. Mehvan yani. Konak diyorlar şeyde. Mesela konak diyorlar, mehvan diyorlar. Sıcacık çok güzel ya. Simit gibi. Bakın arkadaşlar her fırının Ha, bu- kendine bu böyle bilan- damgası ha, var. mana. Bu bilan o'rtasini, mana Hı, bu ortasına. o'rtasiga. Bu sadece sizin, değil mi? Bu sizin. Hı. Başka fırınlarda Ha. Mana bu kunjut. Kunjut. susam bunlar. Ha, usta. Kunjut. Bu ta'mi yana shirin bo'ladi. Çok teşekkür ederim. Tanishganimga xursandman. Ben de. Mehmonni eshigimiz ochiq. Çok Bemalol teşekkür ederim. kelaverasizlar. Rahmet. 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 Çok teşekkür Sağ ol. ederim. Sağ ol. Mahallenin bir fırını herhalde. Şöyle Çat Amerika Jiguli Militsa. Showtime. Откуда взяли эту машину?
O'runov, Oston O'runov, ikkita uchta himoyachilar alda bo'ldi, ichkariga yorib kirdi. Zarba, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Bir o'zi Oston hal qilib tashlayapti. Misr По-русски. Я не понимаю, что ты говоришь. Nima bo'lyapti bu? Nima bo'lyapti? Yaxshilanmasi? По-русски. Я не понимаю, что ты говоришь. Do you speak English? Нет, ты Do you not speak English? без инглиша. Не снимай. Qozoqcha bilasizmi? Qozoqcha bilasizmi? Я не понимаю, Дима, говори нормально. Turkcha çalışıyor musun? Turkcha. Кай, Çalışıyor musun? мне нужен переводчик. Ular bu 5 narsani bilsa bular yana bizlarni assaviya Lyuks matrasda xabaringlar Bugun Filadelfiyada navbatdagi o'zbekona to'y va ushbu to'yga mehmon san'atkor Yusuf aka tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yusuf aka, bugun qanaqa qo'shiqlar bilan mehmonlarimizni ushbu to'yda xursand qilmoqchisiz? Marhamat. Ko'ksha davraga tush. Davraga tush? Da. Marhamat, davraga tushing. Vatameti gular, sizlar, barnoyga shokizlar. Vatameti gular, sizlar, barnoyga shokizlar. Samaminda ozod ush, davraga tush. Samaminda ozod ush, davraga tush. Qoyil. Texnika mo'jizalarini ko'rganmiz, ammo bunaqasini hali ko'rmaganmiz. Yashasin o'zbek tili. Rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum akalarim, opalarim, ukalarim, yaxshimisiz? Bilasiz, men o'zbek tili o'rganayapman va biroz talaffuz o'rganayapman hozir. Lekin bilasiz, o'zbek tilida masalan ı bor, ı tovushi bor va i tovushi bor. Lekin yozishda fark yo'q. Nima uchun fark yo'q? Ya'ni shu o'rganishni qiyinlashtirdi. Masalan, ö bor, o bor, ü bor, u bor, lekin yozishda shunların farkı yok. Yani şu menimcha yozilishi juda qiyinlashtirdi. Masalan, men hozir talaffuz o'rganayapman. Va masalan nafrat o'lkasida hijrat qilyapman. Lekin hozir shu yerda u ham bor, shu yerda u ham bor va i ham bor, lekin yozilishda fark yo'q. Lekin tovushi Hammaga assalomu alaykum. Mana shu videoni hamma bitta ko'rsinda. Men o'zi asli birovning videosini o'zimning postimga qo'yib hech qachon tahlil qilmaganman. Lekin mana shu videoni menga tashlab berishganda ko'rganimda juda ham ta'sirlandim. Videoda qatnashgan insonlar atay video qilishgan va menga aytishdiki, mana shu videoni siz o'zingizning auditoriyangizga qo'yishingiz kerak, ko'rsin siz auditoriyangiz deb aytishdi. Hurmatli ota-onalar, o'zingiz ko'rib, farzandingizga bu narsani qo'yib bering. Мухаммад, салам алейкум. Что за шайтан машина вот эта? Это резать морковь. Морковь для плова? Да, для плова. Да? А есть морковка у тебя? Морковка нет. Нет? Я сейчас бегаю, куплю. Сделаем? Покажем? Давай, побежал. Как раз вы мне нужны. Морковки можно? Там у Мухаммада машина, которая морковку для плова делает. Вот, хватит 3. Такие огромные хватит, да. Так, и сколько стоит? 80 рублей. Нормально. Сейчас на центральном рынке в Калининграде морковку постругаем. Мухаммад, сырье готово. Но ее мыть надо, да? Ну или давай так мыть. Мы же просто показать, да? Мы же не будем из нее плов делать. А, по одной? А я думал сюда сразу. Давай несколько штук сюда. Тык-тык-тык. Нет, несколько штук не может. Надо ее закручивать, да, к полу? О, красота! Слушай, так это картошку тоже так можно делать. Картошку можно так. Картошка фри получится. Но это чисто для морковки, да? Чисто для морковки. Ну все. Чеснок у тебя есть? Чеснок нету. Да? А рис? Рис есть. А баранинка? Есть. Посуда есть? Посуда Все. есть, масло Мухаммед, есть. сегодня будем плов делать. Давай, все. Спасибо большое, что продемонстрировалось. Сколько она стоит? Это 8 тысяч. О, ничего себе. Да. Hindistonga keldik.
mahbub do'stimizni oldiga. Do'stimiz deyishimizni sababi bu bizni mamlakatga hurmat yuzasidan tilimizni o'rgangan birinchi o'rinda, xalqimizga hamisha yordam berib keladi. Mahbubni To'raqo'rg'onliklar, namanganliklar To'raqo'rg'onliklar yaxshi tanishadi, to'g'rimi? Ko'pchiliklar bemorlar kelishganda ularga yordam bergan, ya'ni jigar o'tkazib, operatsiya ko'chirib o'tkazishga. Shuning uchun Mahbubni O'zbekistonda do'stlari ko'p, birodarlari ko'p, tanishlari ko'p. Biz ham shular qatorida Mahbubni do'stimiz. Shuning uchun biz bugun bunga hurmatimiz ma'nosida o'zimizni milliy to'nimizdan sovg'a qilib olib kelganmiz. Cho'poni. Hamma nimalarimizni ham biladi. Давайте. Nashmay to'g'ri kelsa bo'ldi. Judayam baxtliman. O'zi moslashib ketdi, qarang. Mahbub bu nima? Bu sizlarda ko'p nima deydi, to'ylarda. To'ylarda ko'rdingizmi, ifodatlarimiz ham belbog'. Endi eng zo'ri Ben o'zbek bo'lib ketdimmi? chust pichog'ini olib kelganman sovg'aga. Oho. Zo'r-ku. Bizni namanganliklarning hurmati yuzasidan shu sovg'alarimizni qabul qilasiz. Rahmat katta e'tibor uchun lekin. Hindistonda bizni hamyurtlarimiz, jigari xasta bo'lgan hamyurtlarimiz shu yerda operatsiya bo'lib davo topib ketishyapti. Ana shunday bemorlarga Mahbub yaqindan yordam beryapti. Biz safarimiz davomida ana shu bemorlar bilan suhbat qilamiz. Bu yerdagi yana bir bor assalomu alaykum azizlarim, Alloh rozi bo'lsin. Noto'g'ri tushunmang.